Title'dan keyin qaraydigan narsamiz, ikkinchi muhim narsa bu description. Description har doim muhim va buni men hamma joyda gapirib kelaman. Bu yerda ham title'ga o'xshagan 3 xil description qilamiz. Har bittasi отдельно bo'lishi kerak, bir-biriga o'xshamasligi kerak. Har bittasida boshqacha skilllar, boshqacha gaplar, hammasi biroz o'zgarib turishi kerak. Bu sizni o'sha Upworkda algoritm ishlayotgan vaqt sizni klientga ko'rsatishini shansi ko'payadi. Bu degani o'sha keywordslar Upwork algoritmida yaxshiroq ishlaydi. Shu uchun description yozayotganda birinchi qiladigan narsangiz bu how I help businesses. Yaxshisi keling, men bitta template create qilgandim, o'sha template'ni ko'ramiz. Okay. Men bu yerda qarasak agar birinchi I help businesses deb boshlaysiz. Bu o'sha qanaqa ishlarni qilasiz, sizning главный servislaringiz nima, ha? Сразу klientlar haqida gapirib ketasiz. O'zingiz haqingizda emas, hech qachon. O'sha proposal yozayotganda ham, mijozga yozayotgan vaqt ham aynan shu strategiyani qo'llaymiz. Va descriptionda ham shu strategiya bo'lishi kerak. Qanaqa brendlar bilan ishlagansiz, nimalar qilgansiz, nima proyektlar qilgansiz, hammasini birinchi bo'lib yozamiz. Chunki katta ehtimol bilan mijozlar faqat mana shu joyni o'qishi mumkin, tamom, dalishsiga o'tmasligi mumkin. Dalishsiz Upworkning algoritm yaxshi ishlashi uchun qo'yamiz. Va ikkinchisi bu meni klientlarim nima deydi men haqimda. Bu yerda bo'lishi mumkin Upworkdagi klient, agar birorta klient olgan bo'lsangiz, agar klient olmagan bo'lsangiz agar Upworkdagi tashqari klientlaringiz. Bemalol bir nechta klientni qo'ysak bo'ladi. Va uchinchi eng muhim narsa bu about me. Va ana bu yerda o'zingiz haqingizda yozsangiz bo'ladi. Mana buncha ishlaganman, mana bunaqa yo'nalishlarda ishlaganman, men bu ishlarni qilganman va men bu texnologiyalar bilan ishlab bilaman desangiz bo'ladi. O'zi shablon mana shu. Agar yana nimadir qo'shaman desangiz qo'shsangiz bo'ladi, lekin men shu shablonni saqlab qolishlaringizni maslahat berardim. Undan keyin let's connect. Bu o'sha proposalimizda yozadigan narsa, let's connect deymiz va oxirida Cortec, Industry, Fox deb nimadirlar, men bu highlightlar qo'ysak bo'ladi. Lekin men bunaqa highlight qo'ymang. To'g'ri, bu qaysidir vaqt ishlagandir, lekin men aynan o'zim hammasini sinab ko'rdim, hech qachon bu menimcha foyda berdi deb o'ylamayman. Bundan ko'ra o'sha work experience, boshqa narsalarni to'ldirganingiz yanada ko'proq foyda beradi. Description haqida shu qisqacha. Bu yerda hech qanaqa qiyin narsa yo'q, faqat hammasini boshqalarnikiga o'xshamagan, o'zingizniki unikalni qilib taxlasangiz bo'ladi. To'g'ri, ChatGPT ni ishlatsangiz bo'ladi bu yerda, lekin yana biroz o'zgartirib chiqing, o'zini stilingizga moslab.